Yana bitta shitimiz yakuni. 100 amperli счетчигimiz, kirish to'riga 25. Chiqish kabellarimiz 1/16 dan sparing qilib tashlaganmiz. 100 amperlik 250 gabaritli avtomatimiz. Bundan chiqib turib 250 amperli UKK'larimizga faza bo'lib bo'linadi. Xo'p, bulardan alohida pastda NM seriyalik avtomatlarimizga o'tiryapti. Pastda zazemlение, bu tarafimizda 0. Xo'p, bino zazemlение qilinganligi uchun to'liq 5 talik kabel ishlatganmiz. Xo'p, 50 amperlarga 5 ga 16 kabel tashlaganmiz. Xo'p, 4 ta 50 amperligimiz bor. Oxirida 2 ta 5 ga 10 kabel tashlaganmiz. Ularga 40 amperli avtomat qo'yganmiz. Bino o'zi eski zazemleniyasi bor ekan. Biz korpusni shilib, yaxshi nakinishni qatirib, volgaga yopib qo'ydik. Undan UKK'ga berib, shitni to'liq ko'rinishi. Hozircha shu. Salomat bo'larsizlar, yaxshi ishlanglar, charchamanglar.